Assalomu alaykum azizlar, mana 6-7 kunlarda kanalizatsiya qilishgan ekan, mana hozir topib mana shu yerdan urayotgan ekan bolalar. Rakmina nimasi, unisatdan nimadan chiqib ketgan ekan, uzilib ketgan ekan. Hozir mana buzib, ochib, mana hozir materialni olib keldim, yangi taqilyapman. Mana aytdi. Mana uzilib ketgan joylari ham bor mana. Mana bo'lib suvlar oqibdi. Mana faqat oqtarib topib betaraf qilyapmiz. Xudo xolasa ular bo'lganimizdan keyin nima qilamiz? Shunaqa ishlar bo'lyapti ekan. O'shaning uchun har doim kanalizatsiyaga qumini solib, ham yo'g'ini to'g'irlab keyin qilish kerak mana. Mayta hozir tashar chiqqanini mana kesib olib tashladim. Mana mayada singan edi. Mayta u ham nima bo'lgan ekan. Hozir mana to'g'irlab, xudo xolasa inshaalloh harakat qilyapmiz. Barchalarga salom, meni otim Shuhrat aka Santiylik.